Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda Abu Musa al-Ash'ari degan mashhur sahobalardan bir sahoba bo'lgan. Eshitganmisizlar? Eshitganmisizlar shu kishi to'g'risida? Abu Musa degan sahoba to'g'risida eshitganmisizlar? Ana. Endi bilib olinglar, Rasulullohning mashhur sahobalaridan Abu Musa Ash'ari degan sahoba bo'lgan. Qori bo'lgan, faqih bo'lgan. Rasulullohning ilmli sahobalaridan bo'lgan. Bu kishi bir kuni Madina Munavvarada uyda o'tirib, o'sha kuni juma kuni ekanmi yo dam oladigan kun ekanmi, xullas kalom tirikchilik qilmaydigan dam kuni. Bugun yumush yo'q. Uyda o'ylanib o'tirdi-da, dedi, bugun bekor o'tiramanmi dedi. Dedi, Rasulullohning oldiga boraychi, agar Rasulullohning bir xizmati bo'lsa, bu kuning Rasulullohga baxshida bo'lsin. Bir Rasulullohning xizmatini qil, duosini olay. Xullas kalom Rasulullohning uylariga. Uylari qayer? Masjid-i Nabaviy. Hozir dafn qilingan joylari. Oysha onamiz bilan yashagan uylari. Keldim uylarini, eshiklarini taqillatdim. Taqillasam ichkaridan ayol kishini, ya'ni Oysha onamiz tovushi eshitildi. Kim u? Men Abu Musoman. Rasululloh uydamidilar? Yo'q, Rasululloh yo'q edi. Chiqib ketgan tashqariga. O'ylandim, shu kuni shanba kuni ekan. Shanba kuni ekan. Rasululloh tabiatan nima qilardi? Hozir kelayotganda aytdik. Shanba kuni nima qilardi? Qubo masjidi ziyoratga kelardi. Abu Muso darrov o'ylandi-da, tepdi-da, Rasululloh bugun shanba kuni qayerda? Quboda. Mana qaranglar, mana atroflar yangi xurmo daraxtlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida Rasululloh Madinaga kelganida mana shu atrof to'lig'icha zich ona saniyatul vadoga o'xshab zich xurmozorlar bo'lgan. Tarixda bir 15-20 yil oldin bu yerda Saudiya qirib, tozalab, tekis qilib qo'ygan edi. Yana endi borgan sari turizmni jalb qilgan sari mana xurmozor asli holatiga qaytarishga harakat qilishib, mana xurmolar yangi ekildi. Bu yer xurmozor bo'lgan. Mana bu yerda aytganimiz nima bo'lgan edi ekan? Quduq. Bi'rul Aris. Aris degan quduq bo'lgan. Madinaning eng shirin suvli quduqlardan bittasi. Madinada suv asosan yer tagidan, skvajina artizandan olinadi. Hozir ham shunaqa. Mana ichgan suvlarimiz ham ko'pi yo Madinaniki, yo Toifniki, yo Tabukniki. Yerni tagidan olinadigan suv, toza ichimlik suvi. Yomg'ir suvi yog'ib, yer tagiga simirilib, o'sha to'planib keyin buni tortib olgan. Ayni o'sha suvlarning eng shirini Madinada mana bu Arish degan quduq bo'lgan. Shu quduq to'yinki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin Usmon ibn Affon roziyallohu anhu davrigacha musulmonlar va o'sha davrdagi insonlar foydalanib turgan quduq edi. Peshin vaqtdan o'tdi, Rasulullohni istab keldi Abu Muso. Masjidga kelsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q. Peshindan kelgan edi. Ya'ni peshindan kelgan, namozni o'qib, va'z nasihatini qilib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjiddan chiqib ketgan edi. Lekin hali uylari ketmagan. Rasululloh qayda? O'ylanib turdi-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Quboning yonboshida Aris qudug'ining atrofida bo'lsa kerak dedi. Arisda atrofi bundan aytganda bir rishotkalar bilan o'ralgan bir eshigi bo'ladi. O'sha eshikdan kirib Rasulullohni istab kelsa, haqiqatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam quduq biroz yerdan biror metr ko'tarilgan toshlar bilan o'ralgan, atrofi supacha qilingan. Payg'ambar alayhisalom o'sha quduqning labiga o'tirib, muborak oyoqlarini quduqqa solib likkilatib o'tirgan edi. Rasululloh oldiga kelib, "Assalomu alaykum ya Rasululloh. Ya Rasululloh, bugun shu bekar ekanman. Shu bekar kunim o'tmasin deb bir sizni xizmatingizni qilay, agar siz ruxsat bersiz" dedim. Rasululloh mayli dedi, "Ruxsat senga" dedi. Ana o'sha kim meni istab keladigan bo'lsa, o'sha eshikda oldida turasan, eshikbon bo'lasan. Kelgan odamda mendan ruxsat olib, keyin chiqib unga ruxsat ber, sen kirgizasan dedi. Qanaqa sharafa o'sha kuni, butkul bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurgan ishlardan eng ulug' eshikbon. Eshikni ochib o'padigan o'sha odam ruxsat bersa kiradigan holatdagi vazifaning egasi. Xursand bo'lib ketdim. Bo'ldi ya Rasululloh, xizmatingizni qilaman dedim. Eshik tagiga chasavoy dedim buni endi. Chasavoy bo'lib turibman dedim. Tursam uzoqdan o'rta bo'yli, nimjon bir odam mana qilishtonlarini ushlab olib mana olib kelyapti. Shunaqa sifat egasi kim edi? Sahobalardan. Ha? Yo'q. Kim edi? Ana Abu Bakr. Naam. Abu Bakr roziyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu nimjon aro odam bo'lgan. Yurganda hatto ishtonlarni ishab yurar ekan, tushib ketmasin deb. Aroligidan. Abu Bakrni kelayotganini ko'rdim. Nimasidan? Pahotkasidan tanidim. Yurishdan tanidim. Abu Bakr Siddiq nihoyatda bir hayoli inson edi. Keldi-da,
Endi kirib ketayotganda shunday yo'ldan to'sib oldim. Ha, Abu Muso tinchlikmi dedi. Rasulullohni ko'rmadingizmi dedi. Rasululloh ichkarida arisni ustida o'tiribdilar. Kirsam bo'larmikin dedi. Rasululloh menga aytdiki, sen eshik tagida kim kelsa, seni men oldim kirasan, mendan ruxsat olasan, keyin kiravering deysan. Shuna dedi Rasululloh desa, "Vallohi kiring, Rasulullohdan Abu Bakr keldi. Kirsa bo'larmi?" deb ruxsat so'rab chiqing dedi. Qarang, Abu Bakr bo'lmasa, bu jannatni bashoratini olgan 10 talikning birinchisi. To'g'ridan to'g'ri kirib kelsa bo'laradi Rasulullohning oldiga bu kishi. Lekin nima bo'lganda ham Rasululloh tayinlab